Navbatdagi bemorimizda burnilarida muammo bo'lgan, yaxshi nafas olmagan. Bularda endoskopik tekshiruv natijasida burnini suyagi qiyshiqligi va pastki chig'anoqlarini kattalashganini aniqladik. Bularda 2 hafta oldin rejali tarzda septokonxoplastik amaliyotini o'tkazdik. Hozir bemorning o'zi bilan gaplashamiz. Holatlari qanaqa? Ayb aka, mana operatsiya bo'ldingiz. Operatsiyadan oldin qanaqa muammolar bor edi? Shuni bir aytib bering. Bundan 5-6 yil oldin burun singandi. Mana shu chap tarafim polniy to'silib qo'ygan. Past tarafida go'sht o'sib qo'ygandi. O'sha bir tarafi polniy ishlamasdi. Og'iz pastdan ochib yurardim. Nafas olishga qiyin bo'lardi. Operatsiya og'riqsiz bo'ldimi? Operatsiya narkoz anaqasida bo'ldi. Og'rig'i bo'linmadi. Yaxshida bo'ldi. Mana narkozdan qo'rqib yurgan bemorlarimiz juda ko'p, oz emas. Shularga qanaqa tavsiya berasiz, qanaqa maslahat berasiz? O'zim ham narkozdan qo'rqardim. Unaqa strashli emas ekan. Havoda nafasi bilan o'zi uxlatilar ekan. Qo'rqinchli emas ekan. Bemor kelib naqsa bo'lar ekan. Hozir mana holatlaringiz qanaqa? Shuni to'g'risida ham aytib bering. Operatsiyadan chiqqaniga 2 hafta bo'ldi. Burun yaxshi. Havo olishlari ham, uxlashlari ham, o'sha burun boshqa bu havo borish anaqalari ham ancha yaxshi. Ayb aka, mana siz Qirg'izistondansiz. Biz Andijondagi Sihat klinikamizni kim sizga tavsiya berdi? Bu yerdagi sharoitlar qanaqa? Shu to'g'risida ham ozgina gapirib bersiz. Bu yerda bitta tanish akam qildiruvdi. Mana shu burun qildirib chiqqandan keyin gaplashuvdik. Ancha maqtadi, sharoit, hamma uslovlari borligi uchun. Aşağıdan eshitib keldim men ham. Bu yerda sharoit, hamma anaqasi bor o'zida. Hali topshirishlari ham, hali yo'g'ri yurdisi kamroq, hamma xudo xolasa o'zida bitar ekan. Sihat klinikamiz sizga yoqdimi? Menga yoqdi. Xursandmisiz? Burun ishlagandan abdan xursandman. Agar sizda yoki yaqinlaringizda burunda yoki tomoqda, quloqlarida muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.